turgan xudosizlik davrida ulg'aygan avlod orasida Allohning madadi bilan tez fursatda o'z diyorida Qur'on va sunnatni tiriltirgan kishidir. Alloh subhanahu va taolo Mo'run Nahr xalqlariga Shayx Abduvalining qadriga yetishini nasib etsin. Doktor Abdulloh Al-G'unayman, Qasm, Saudiya Arabistoni. Moskva shahrida bo'ladigan Qur'on va sunnatdagi ilmiy dalolatlar mavzusiga bag'ishlangan anjumanda ishtirok etish uchun keldim. Tanaffus paytida Saudiy birodarlarim menga bir shayxni Mo'run Nahrdan deb tanishtirishdi. Hayolimdan tinglovchi sifatida ishtirok etayotgan bo'lsa kerak degan fikr o'tdi. Boshqa ishlar bilan bo'lib, u kishini bee'tibor qoldirdim. Tanaffusdan so'ng anjumanni olib boruvchi hozir shu mavzu bo'yicha muhozara uchun so'z muhtaram shayximiz Abduvaliga deb e'lon qildi. Bu menga notanish shayx kim ekan deb tursam, boyagina meni tanishtirishgan kishi minbar tomon qo'zg'aldi. U kishi ajib bir fasohat bilan sof arab tilida Qur'ondagi bir oyat haqida bahs yuritdi. Alloh pok va buyukdir. Hayratimni ifoda qila olmayman. Yonimdagi birodarimdan u kishi haqida so'radim. Ko'p iliq so'zlarni aytdi. Sabrsizlik bilan shayx so'zining tugatishini kutdim. Muhozarani nihoyalab o'rniga o'tirishi bilan odobga zid bo'lsa ham o'rnimdan turib oldiga borib o'tirdim. Ha, bu siz so'ragan ustoz Shayx Abduvali edi. Mening nazarimda Alloh Mo'run Nahr xalqlariga Imom Buxoriy, Imom Muslimlardan keyin ko'rsatgan buyuk in'omlaridan biri vallohu a'lam Shayx Abduvali bo'lsa kerak. Ey Robbimiz, biz Shayx Abduvalini sen uchun yaxshi ko'ramiz va u kishini sening omonatingga topshiramiz. Sen omonatlarga xilof qiluvchi emassan.